Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Bugun tongda Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanada terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushib, 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. O'yindan keyin terma jamoamiz bosh murabbiy Fabio Cannavaro quyidagi fikrlarni bildirdi. Yuqori intensivlikda o'ynaganda jarohatlar bo'lib turadi. Hozircha jiddiy narsa yo'q. Ertaga va indinga ko'ramiz. Menimcha bugun hamma uchun eng katta muammo sovuq ob-havo bo'ldi. Shunga qaramay ko'plab muxlislar stadionga kelishdi. Bunday qo'llab-quvvatlash ostida o'ynash biz uchun juda yoqimli bo'ldi. Portugaliya, Kolumbiya va Kongo juda kuchli jamoalar. Ulardan ikkitasi dunyoning eng kuchli terma jamoalar qatoriga kiradi. Ular bilan o'ynash juda qiyin bo'lishini bilamiz. Ammo futbolchilarimga ham aytdim. Bizda yo'qotadigan hech narsa yo'q. Bu mamlakatimiz tarixidagi ilk jahon chempionati. Shuning uchun ularga faqat bitta narsani aytaman. Bundan zavqlaning. Jahon chempionatida o'ynash imkoniyati har doim ham nasib etavermaydi dedi Fabio Cannavaro.